To'kin dasturxonimiz qolaversa bugungi yaxshi niyatlar bilan boshlanayotgan fayzli to'y tantanamizni Xudo xolasa to'y komissiyasi raislari mana shu to'yxonamizga yaxshi niyatlar bilan tashrif buyurgan aziz mehmonlarimizdan ruxsat so'ragan holda bugungi shoirlarimizni albatta chiroyli qilib boshlab olamiz azizlar. Mana asosiy taklif etilgan mehmonlarimiz to'yxonamizga tashrif buyurishdi. O'ziga berilgan joylardan chiroyli qilib joylarni egallashdi. Uzrli sabablarga ko'ra kechib kelayotgan mehmonlarimizni baholi qudrat xush kelibsizlar deb kutib olamiz azizlar. Shunday ekan mana shu Yulduz to'y va tantalar majmuasida pir va davlat sulolaridan biri bo'lmish albatta mana shu Islomovlar sulolasi. Islomovlar sulolasining zabardast vakillaridan Rustamjon hamda Umidaxon bosh. Farzandlar og'ayin qarindosh yonbosh. Halol mehnati bilan topgan nozu ne'matlarni. Mana To'kin dasturxonga bisyor qilib sizni bizlarni chiroyli o'g'il qizlarni, og'ayin qarindoshlarni bugungi xursandchilik kunlari, ya'ni kim farzandi bo'lmish Alibekning qo'llarini halollab Muhammadga ummat bo'lgan sunnat to'ylar munosabati bilan taklif etgan ekan. Albatta to'y sohibalari to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Hamisha hamma vaqt bo'linglar. Assalomu alaykum. Yaqin yiroqdan shahar qishloqdan tashrif buyurgan bir-biridan ulug' qadamlari qutlug' bo'lgan aziz mehmonlar. Assalomu alaykum. Biri do'ppili, biri sallali, kamida 5-10 quda andali. Yoshlari payg'ambar yoshidan oshgan bugungi shodiyonada mehri quyoshdek toshgan aziz otaxonlar. Assalomu alaykum. Bir qo'lda beshikni, bir qo'lda dunyoni tebratib olgan, farzandlar qalbiga insoniylik tuyg'usini solgan aziz muhtarama munis onaxonlar. Assalomu alaykum. Bir Alisher avlodidan Zahriddin Muhammad Bobur zotidan bo'lgan qo'rqmas mard pahlavon aka-ukalar, go'zal opa-singillar. Assalomu alaykum xonimlar, janoblar. Yana bir bor to'yxonamizga xush kelibsizlar. Xudo xolasa bugun Muhammadga ummat bo'layotgan Alibek katta yigit bo'lsin deymizda, o'zimizning o'zbekona udumlarimizni, urfu odatlarimizni unutmagan holda bugungi shodiyonamizni, to'y tantanamizni, To'kin dasturxonimizni rasman ochiq e'lon qilish uchun davra to'riga to'y sohibi Rustamjonning tog'alari albatta ko'p yillar mana shu farzandlarimizga ta'lim tarbiya berib bugungi kunda nafaqa gashtini surayotgan Halimboy tog'amizni hurmat va ehtirom bilan davra to'riga to'yxonamizning badiiy markazimizga taklif etamiz ekan. Halimboy tog'alarimiz keladi. Yoshlarga, qolaversa to'y bolaga, to'y sohibalariga chiroyli tabriklarni tilaksak, ezgu niyatlarni yo'llagan holda bugungi shodiyonamizni, to'y tantanamizni rasman ochiq deb e'lon qilib beradi ekan. Qani Halimboy tog'amizni davra to'riga yana bir bor hurmat va ehtirom bilan chorlab qolamiz. Keling tog'ajon. To'ylar muborak bo'lsin. Xudo xolasa chiroyli tabriklar bilan bugungi shodiyonamizni rasman ochiq e'lon qilib beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar va mehmonlar. Mana bugun Rustamjonimiz o'g'lini sunnat to'yi o'tkazib payg'ambarimiz ummat bo'ladigan ekan. Mana shu to'y munosabat bilan oldin ota-onalar bilan to'y bilan tabriklayman. To'ylar qutlug' bo'lsin. To'y bo'ladigan bola ulug'ayib katta bo'lib O'zbekistonimizga xizmat qilgan insonlardan bo'lsin. Hammalaringizni to'y bilan tabriklayman. To'yxonani dasturxon ochiqda bilan e'tiborlaringizni so'raman. Rais boshga Salomat bo'ling. Tog'ajon tilaksangiz niyatlar o'zingizga hamroh bo'lsin. Xonadonlar to'yxona murodxona bo'lsin. Mana davramiz, to'y tantanamiz, To'kin dasturxonimiz rasman ochiq deb e'lon qilindi. Qo'llaringizga qo'yilgan nozu ne'matlardan ketsa-ketmadan ketmasa minallar. To'y bolani katta yigit bo'lishini oshirib so'raymizda, sizlarga yoqimli ishtaha, xush kayfiyat tilagan holda bugun sizlarning xizmatlaringizda Yulduz to'y va tantalar majmuasining epchil, chaqqon xizmatdagi yigitlari, qizlari, qo'ligil oshpazlarimiz, tezkor rasmchilarimiz, qutlug' suymolarni videotasmaga muhrlab borayotgan Mirzacho'l tuman Gagari shahrimizda faoliyat ko'rsatib kelayotgan professional foto va video studiyasi, Shoh Cinema studiyasining tajribali video operatorlari. Qolaversa, el bilgan, el suygan, elning yuragidan chuqur joy ola bilgan
o'zimizning yagona shahrimizda faoliyat ko'rsatib kelayotgan iste'dodli xushovoz xonanda Hasan Ziyo, Kamilay Gaptarin, Tinchlikjon Aldanovich fayzli boshlangan to'yimizga yanada fayz qo'shamiz deb tashrif buyurganmiz. Shunday ekan albatta sizlarga yoqimli ishtaha, xo'sh kayfiyat tilagan holda Ziyoga berib qolamiz. Marhaba. Jahongir Nabirayev bilan birgalikda chiroyli qo'shiq kuylar bilan barchangizni mana bugun Rustam akamizning xonadonida katta marshi akamiz qat'iy bo'lsin. Ota-onasining baxtiga hamisha omad bo'lsin. O'qishlar to'ylar katta bo'lsin. Marhamat. Kim